Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan birgalikda bugun y barobar ax kvadrat parabolani grafikini chizish bilan tanishamiz. Xo'sh, y barobar ax kvadrat parabola. Xo'sh, birinchi navbatda y barobar x kvadrat parabola va keyingisi y barobar 2x y barobar minus x kvadrat parabolaning grafikini chizishni o'rganamiz. Xo'sh, y barobar x kvadrat parabolaning grafiki qanday qilib chiziladi? yoki y barobar minus x kvadrat parabolaning grafiki qanday qilib chizilar ekan. Xo'sh, y barobar x kvadrat parabolaning grafiki mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni shoxlari yuqoriga qaragan parabola. Bunisini grafiki ham shoxlari yuqoriga qaramaydi, minus bo'ladigan bo'lsa, shoxlari pastga qaragan parabola bo'ladi. Xuddi shu parabolani, ya'ni x kvadratni x o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirilgani. Demak, x kvadrat parabolaning grafiklari demak birinchi va ikkinchi chorakdan o'tar ekan. Demak, minus x kvadrat parabolaning grafigi demak 3-chi va 4-chi choraklardan o'tar ekan. Agar bu funksiyalarimiz oldagi sonlar kattalashsa nima bo'ladi? Masalan, y barobar 3x kvadrat parabolaning grafigi qanday qilib chiziladi? 3x kvadrat parabolaning grafigi, xo'sh, 3x kvadrat parabolaning grafigi va y barobar minus 3x kvadrat parabolaning grafigi qanday qilib chizilar ekan? Demak, masalan, x kvadrat parabolaning grafigi mana shunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, 3x kvadrat parabolaning grafigi torayadi. Ya'ni funksiya grafigi torayib boradi. Xo'sh, ya'ni o'sha x kvadratning oldidagi son kattalashgan sari grafik torayib boraveradi. Masalan, 3x kvadrat parabolaning grafigini chizadigan bo'lsak, uning grafigi mana bunday ko'rinishda bo'ladi va eng asosiy narsalardan biri uning grafigi birinchi va ikkinchi chorakdan o'tadi. Minus 3x kvadrat parabolaning grafigi mana bu x kvadratning oldidagi sonning moduli kattalashgan sari u ham torayib boradi. Uning grafigi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, va eng asosiysi grafik 3-chi va 4-chi choraklardan o'tar ekan. Xo'sh, mana shunaqangi misollarning oson yechish yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.